Assalomu alaykum. Bu Orol ovozi, siz bilan Solijon Abdurahmonov. O'tgan ko'rsatuvda Berlin Texnika muzeyiga borish niyatida bo'lganligimni va o'sha o'ziga xos bir kartinalarni e'tiboringizga havola qildim. Bu videoda mana shu Texnika muzeyida ko'rganlarimni bir u yoki bu ko'rinishda sizlarga yana qo'yib berishga qaror qildim. Bu endi ba'zi o'rtoqlarga unchalik qiziq ko'rinmaydi, chunki bloglarda, ya'ni blogerlarda biz kunning dolzarb masalalariga o'rganib qolganmiz, ammo bizning kundalik dolzarb ishlarimiz ham mana shu voqea hodisalardan bir bo'lak keta olmaydi. Ya'ni bu muzeylar ham o'ziga xos bir hayotning ajralmas qismi. Shuning uchun ushbu videoni e'tiboringizga tavsiya qilmoqdaman. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Bu yerda mana o'rtadagi kartinada Berlindagi parovoz ishlab chiqarish sexlarining bir ko'rinishi. Bu 1873-yilgi ko'rinishni tasvirlagan ekan rassom. Bu suratda mana maket deymiz, endi bu surat emas, maket. Chunki tuzatilib qo'yilganda mana orqada aravada endi bochkada suv, bochka ham yog'ochdan ishlangan bochka. Bunda o'sha shlang orqali oldingi endi tortuvchi, buni endi parovoz deb aytsa bo'ladi, bug' mashina deyish mumkin. Shunga pastda mana g'ildirakning yonida shlangisi ko'rinib turibdi. Bu yoqqa kelib mana qozonning ichini kesik holatida ko'rsatgan. Bular endi mis trubalar, ko'p ichidan suv yuradi, pastdan esa o't yoqqandan keyin endi o'sha ko'p trubalardan issiqlikdan ko'proq foydalanadi. Mana shu ishlash mexanizmini juda bir o'ziga xos tushunarli qilib bo'lga maket qilib yasab qo'yishibdi. Mana bu yerda endi otlar konka deyilgan, bunda Rossiyada o'sha relslardan yuradida, lekin otlar tortadi buni. Mana endi keyin bular sal keyinroq, mana vagoniga qaraganda sal keyinroq bu yuzaga kelgan bo'lish kerak. Hozir qaraymiz, 65-yil, 1865-yilga ekan. Mana bu sal keyinroqmi, ko'chada tushirilgan, hatto surati ham turibdi. Ko'chada bu tepasidagi, diqqat qilsangiz, mana shu yerda ko'rinib turgani bu odamlar tepada ham o'tiradigan bo'lsa kerak dedim men, skameyka. Endi bunday aytganda shamolda, toza havoda deb, endi ichida ham o'tiradi. 65-yildan 1865-yildan 900-yillar oralig'ida 10 km/soatda tezlikda yurar ekan. 10 km/soatda og'irligi ham mana 3 tonna. 3 tonna. Bu endi mana hozir ko'rsataman. Bu yerdan odamlar chiqadi. Keyin yana zinapoyasi bor. Mana yuqoriga ham chiqish. Mana bu tishlarni ko'rib turibsiz. Biz mana shu joyda mana yuqoriga chiqadi-da, endi bu ikkinchi qavatga. Pastda shunday o'tiradi, ikki tomondan chiqish. Uzunligi ham 7 metr 30 santimetr ekan buni. Ya'ni otni boshlanishidan deb hisoblanilsa kerak-da bu. Ya'ni prujinalar qo'yilgan. Amortizatorning o'rniga tormozlari bor. Mana endi uni qo'ldan bosadi-da tormozni. Buni endi mashinist deymiz, haydovchisi oldida, otni orqasida o'tiradi. Bu yoqda yana chiqadigan, mana shu ikkinchi qavatga chiqadigan. Bu yerdan chiqqandan keyin bu tomoniga ichkariga kiriladi. Mana eshik. Bu tomonida bo'lsa tepaga chiqib, toza havoda o'tirib ketaverasiz. Marshrut davay jonlantirgan, haydagin deb. Bu arava ham bunday aytganda temir yo'l aravasi yoki
yuk tashishga mo'ljallangan ekan bu vagon. Otlar tortadi. Mana old tomonidan 1863-yil ishlatilib qo'yilgan. Endi yuk tashishga mo'ljallangan. Demak, mana yuklarni mana shu joyidan tushirish. Mana tepa tomonida uni krючок deymiz, endi ilgichlari turibdi. Pastga ochiladigan. Xullas, o'sha paytlardan shu tashvishlarni qilib asta-sekinlik bilan rivojlanib boshlaganda. Bu mana bu Gamburgdagi vokzal ekan. Endi bu 1884-yilga kelib bu kichik bo'lib qoldi. Ya'ni xizmat kengaygan sayin odamlar ko'payadi, transport ko'paygan, o'sha parovozlar, boshqalar shu bilan bu yopildi deb yozib qo'yibdi bu yerda. Shuning bilan 1906-yilda, oradan endi 22 yil o'tib, bu yerda transport muzeyi tashkil qilishibdi. Bu endi Gamburg shahridagi endi Germaniyani transport muzeyi. Endi temir yo'l bor ekan, yo'lovchi tashish bo'ladi. Yo'lovchi tashish bu odamlar bor ekanki yuk bo'ladi. Bu yerda mana shu qo'l yuklarini, bunday aytganda endi qo'l yuki deb aytishga bo'lmaydi. Buni hammasini pastlarida masalan kichik, lekin bagaj yuklar mana bular katta, o'sha temir yo'lga yuklaydigan bu aravasi bilan turibdi. Aravasi bilan. Endi vaqt o'tishi bilan bu parovozlar ham mukammallashib boshlangan. Mana bu yerda suratini qo'ygan parovoz bu 1910-yildagi parovoz ekan. Bu endi keyinchalik tushirgan bo'lish kerak suratda, lekin parovoz 1910-yildan. Buni ishlab chiqarishda bo'lganligi, umuman xizmatda bo'lganligi 80-yillargacha xizmatda bo'lgan ekanda. Men o'zim ham bu joylarda yurib, Moskvada ham 1-2 marta ko'rganman o'sha Kursk temir yo'l tomonlarida parovozda ketayotganida. Endi u nimaga ketyapti bitta bilmadim. Har holda bu 70-71-yillar edi-da. 1900. Mana bu ko'rsatilgan parovoz bo'lsa 65 km/soat tezlikgacha harakat qila olar ekan. Endi uzunligi 10 metr 7, 10 metr 70 santimetr. Og'irligi endi katta bo'lgani uchun buni ham og'irligi ancha katta, 46 tonna 100 kilogramm deb yozib qo'yibdi. Mana bu 46 tonnalik parovozning umumiy ko'rinishi. Endi men uzoqdan kadrga mana 1903-yillardan ishlab chiqarilgan va 80-yillargacha 1980-yillargacha xizmat o'tagan. Endi u oxirgi yillar 80-yillarga deb qayerdadir bir ko'rinish berish uchun degan ma'noda ishlatgan bo'lsa kerak-da. Yuqorida vagon tasviri, yo'lovchi tashish vagonining tasviri, pastda ham vagon, mana bu vagon yo'lovchi tashiydigan, bunisi bo'lsa endi vagon restoran bo'lsa kerak har holda. Bu vagonlarda endi bu kupelari bo'lak-bo'lak. Bitta vagonda masalan mana bu yerda 3-klass. 3-klass degani endi arzon, bunday aytganda imkoni chegaralangan insonlar uchun-da 3-sinf. Bunda o'tirib ketadigan, pastda bu tomonda 3 ta o'rin, bu tomonida yo'q, 4 ta o'rindan ekan. Demak 8 ta odamni oladi. 3-klass. Bu endi g'ariblar vagon nimasi, kupesi deyish mumkin. Bu yerda 2-klass. Bu o'rtamiyona puli borlar uchun degan ma'noda. Chunki bu qimmatroq bo'ladi biletlari. Bunda ham 6 ta o'rin, bir tomonida 3 ta, bu tomonda 3 ta. Narigida bo'lsa 4 tadan edi. 4 tadan. Endi bularni mana o'rindiqlarining yumshoqligi, o'ziga xos bir kreslo sifat, boshini qo'ysa ham o'tirganida ular ham yumshoq. Yana bu narsalari o'ziga xos bir jihozlari yaxshi. Endi mana 1-klass degani bu endi eng qimmat
bo'ladigani bunda har tomonida ikkitadan, ya'ni 4 ta odam. Narigida 6, undan nariyoqda 8 ta bo'lsa, bu yerda 4 ta ketadi. Endi bunisi eng qimmati birinchi klass. Bunda eng bir o'ziga to'q insonlar o'sha yurishgan, sayohat qilishgan imkoniyatiga qarab. Endi bu yuzlab yil oldin bo'lgan narsalar. Biz hozir ba'zan shunday narsalar joriy qilinsa, u nimaga bunday odamlarni ajratadi, nima uchun bir xil emas, tenglik yo'q deya shovqin qilamizda. Chunki sen oshing halol bo'lsa, imkoniyat yaratishni talab qilishing kerak va o'shanga qarab tegishli qimmat pulini to'lab turib o'zingga sharoit qilib yurishing kerak. Lekin biz oradan mana bir 150 yillar o'tgan bo'lsa ham, haligacha ham bu ko'nika olmayapmiz biz. Buni endi o'zbekchilik deyish mumkin-da. Bu ko'rayotganimiz ham vagon, yo'lovchilar tashishga mo'ljallangan. Bu tomonidan mana chiqib oldida parovoz so'ygalasin. Bu parovozning ishlab chiqarilgan vaqti 1903 yil ekan. Bu 66 yilgacha, 65 yil davomida shunday markadagi vagonlar, parovozlar xizmat qilgan. Bular tezligi endi sal pastroq bo'lgan, 40 km/soatgacha tezlikda yura oladigan. Bu mana kichkina orasi tor rels yo'lda yuradigan, o'ziga xos bir bunda tashish, yo'lovchi tashish mashinasi deyish mumkin buni. Kichkina ixcham ikkita o'rindiqlar bilan qo'yilgan. Bu 1879-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. Mana shunday holatlarda. Endi yaqin hududlarga qatnaydigan qilib ishlanadi-da, oralari ham mana o'may kichkina. Mana bu o'sha elektr lokomotiv ekan bu. O'sha kichkinagina bir ikkita vagonchalarni tortadigan odamlar ikki tomonda o'tiradi. Bu birinchi marta Berlinda 1879-yilda sinovdan o'tkazilgan. Mana bu ham o'ziga xos bir antiqa ko'rgazma deyish mumkin buni. Temir yo'l endi bu sostav. Bunday aytganda vagon odamlar tashiydi, o'zining bunday aytganda motorlari ham ichida, lekin bu elektr bilan harakatlanadi-da, motor birinchi eksperimental qilingan. 1901-yilda sinov qilinayotgan holati burada tasvirlangan. Toklarni yonboshda qo'yibdi, mana 3 ta simga 3 ta tortadigan. Bu ust tomonlarning hammasi mana ko'rsalaringiz aniq ko'rinadi. Simlar, sim tartib qo'yibdi. O'sha bu yog'ida yana qanaqadir elektr narsalari bu yoqqa olib kelingan. Mana yonboshqa tiralib yurib harakatlanadigan qilib. Bu 1901-yilda, ya'ni bu 120 yil oldingida sinov. O'shandan hozir endi qay darajaga yetdi dunyoni bu elektr teplovozlar harakatlanishlari. Endi buni teplovoz ham demaydi, lokomotivlar deydi. Bu yerda mana shu pastidan boshlab eng dastlabki paytlaridan ko'rsatilgan shu elektrovozlarning bir rivojlanish ko'rinishi nechanchi yillarga qanday bo'lib kela boshladi, qanday ko'rinish oldi. Mana bu 73-yildagi ekan, 1973-yilda asta-sekinlik bilan mana shunday rivojlanish. Endi hozir qanday ekanligini juda yaxshi bilishadi fuqarolarimiz. Eng oxirgi bu yerda ko'rsatilgani 1988-yilgi AIS-1 elektrovoz, bunday aytganda. Hozir endi mana yaqinda 2-3 kunlikda o'qib qoldim, xitoyliklar mana shunga o'xshash o'ziga xos endi sostavni 1000 kilometr tezlikda sinovdan o'tkazgan. Yaqindagina soatiga 1000 kilometr tezlikda harakatlanadi. Bu endi ba'zi yaxshi uchadigan samolyotlardan ham tez ketadi-da yerda bunday aytganda endi u relsning ustida, lekin tegib yurmaydi relsga, tegib yurmaydi ustida.
Bu elektr lokomotivning qanday ishlashiga ko'rsatib qo'yibdi. Bu motori deymiz endi buni. O'sha motori tok kelgandan keyin u aylanadi. Bu tomonida mana shesternasi. Bu kesimida ko'rsatilganda. Bu mana zamonaviy bug' lokomotivi. Endi zamonaviy deganiga ham mana 120 yilcha vaqt o'tgan. 1960-yildagi 1906-yildagi ekan bu. Endi o'zining ishlash prinsiplari, tuzilishlari boshqa ancha mukammallashgan. Chunki endi elektr lokomotivlar paydo bo'lib boshladi. Shunday bo'lishiga qaramasdan mana bu nisbatan juda katta, o'ziga xos bir mukammal agregat deyish mumkin buni. Mukammal va murakkab agregat. Endi har holda bu bo'yicha mutaxassislar, o'sha temir yo'l injenerlari uchun juda ham o'ziga xos qiziq, ular endi ko'rishadi, buni o'qishadi albatta. Bu ham mana o'ziga xos bir katta lokomotiv. Bug' lokomotivi. Endi bu juda uzunligi ham aniq bir 13 metrlar bordir. G'ildiraklar, temir g'ildiraklar qanchalik katta, og'irligi ham buning 100 tonnalar atrofida bo'lsa kerak, shunga yaqinmi. Endi bu uzoq yo'llarga qatnashga ko'proq hisob-kitob qilinib ishlab chiqarilganda, endi arzon bo'lishi uchun. Arzon endi nechta vagonni tortadi, qancha yuk torta oladi, har holda uni tarixi bilan qiziqsa, albatta ma'lumotlar ko'p. Bu lokomotivda mana relslar orasidagi masofa ko'rsatilgan 1,43,5 santimetr, ya'ni 1435 millimetr lokomotivlar. Bu yerda mana motor va velosiped ko'rsatilgan. Endi o'sha bunga ham har holda 100 yillar chamali bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Bu uskuna uyda qishloq xo'jalik, dehqonchiliklarni hasharotlarga qarshi doralash, yana boshqa bir o'g'itlash ishlariga ishlatilar ekan. Yakka o'zi mana yonboshida ushlab aylantirilgani kartoshkalar uchun 1874-yilgi holatni ko'rsatyapti. O'sha paytlarda ishlangan narsa o'xshaydi-da bu. Endi men yanglishgan ham bo'lishim mumkin, chunki bu yerda tarjimalar bir boshqacharoq. Bu hasharotlarga qarshi. Mana hasharotlarda tarqalishi ham ko'rsatilgan. Oldin 20-yillar, keyin 35, mana shu 38-yillar qayoqqa qarab ketyapti. International became functional dedi. 41-yilga kelib mana shu yerlarda. Endi bu hasharotlarda ham shu ularga qarshi kurash keyin 48-yil qancha joylarga ketdi. Umuman o'sha tarqalish ko'rsatkichlari. Endi mana bu fuqaro, bunday aytganda dehqon, o'sha ximikatini solib ishlatmoqchi bo'lyapti. Suvga solib, aralashtirib, mana shu yog'och bochkada, keyin mana otaravada buni sepyapti. Otaravada g'ildirak keltirilgan, orqasida mana o'ziga xos bir agregat bu ham. Endi bu ham 100 yillardan oldingi holat bo'lsa kerak, g'ildirakka o'rnatilgan, bosib kelyapti-da. Gezarol hozir endi qo'lda ishlatadi mana shu apparat. Mana shu ko'rayotgan apparatimizda hozir o'zi oldiga olib mana ishlatyapti. Qaysi bir o'simliklarini dorilayapti-da, hasharotlarga qarshi qo'lda aylantirib. Mikroskoplar
kolbalar, şu sinovlar, qandaydir kimyoviy nimalar olishda mana shu pribor deyishadi endi buni o'ziga xos. Bu narsalarda ishlashda ham nemislar endi planetaning oldida bo'lgan deyish mumkin. Chunki bu borada endi nemis olimlarining ishlari juda katta. Bularda endi maxsus masalan o'qituvchilar qo'shimcha qilib turib bir gapirib o'tsa bo'ladi. Bu endi men unday nazarda tutmaganman, faqat ko'rsatib bir o'tishni ma'qul ko'ryapman. Bu yerda mana endi fototexnika juda turli fotoapparatlar, albatta bular hammasi Germaniyada ishlab chiqarilgan. Chunki bu nemis texnika muzeyida turli xil kameralar. Bular ham o'ziga xos fotoapparatlar. Keyingi paytlardagi, ya'ni nasatka deyishadimi, mana fotoapparatga ildirib qo'yib tushiriladiganlar. Bular endi yaqinlashtiradi, sifatini yaxshilaydi, uzoqdangina yaqinlab oladi. Odatda bular apparatlarga ildiriladi. Bu yerda endi eng dastlabki kameralar deyish mumkin. Mana 1860-yilda ekan bu kamera. Endi bu suratchilikda bunday aytganda boshlanishi deyish mumkin-da. Bu mana surat ko'radigan, bu o'ziga xos apparat. 1965-yilga ekan bu. Bu ham mana shu suratga olish apparati, harakatlantiruvchi. Endi bu yoqda mana surat qo'yibdi. Kartinani odatda rasmda chizishadi rassomlar va shu yerga qo'yib tushirib olgandan keyin endi bu bunday aytganda multik bo'ladi-da, multik. Men o'zim ham mana shu yoshlik paytimda, endi 15 yoshlar paytlarim, 14, mana shunga o'xshash foto увеличитель deydi buni endi. Lekin bu nemislarniki emas, u men hatto qayerda ishlab chiqarilganini ham bilmayman, lekin u Sovetniki bo'lishi kerak. Chunki u paytlarda Sovetlar, ya'ni SSSR deyarli bunday narsalarni tashqaridan olmasdi-da. O'shanda ancha suratlar qilardik biz. Har holda foto увеличитель deb. Bu endi temir yo'lning
shu joylashganliklari tonnel, mana tonnelga kirib ketadigan yo'l yoqlarida qo'yilgan bu maketlar endi o'ziga xos bunday maket qilish ham o'ziga xos san'at. Bu endi qazish mashinasi yoki yuklash, biron bir rudalarni yo boshqa nimani yuklash mashina, chunki baribir bu texnik rivojlanish. Mana bu yerda vagon, demak bu vagonga yuklar ekanda.